Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men Shuhrat Rifkatovich, 12 yillik tajribaga ega bo'lgan lor xirurgman. Bugun sizlarga xudo xolasa adenoid haqidagi to'liq ma'lumot beraman. Sizlarda adenoid qachon paydo bo'ladi, nima qiladi, qatdan paydo bo'ladi va adenoid operatsiya qilmasa nimalarga olib kelishi mumkin? Savollaringizga hammasiga javob berishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya beraman. Albatta bu siz uchun foydali bo'ladi. Xo'p, adenoid o'zi burun halqumida joylashgan bo'lib, ya'ni burunni o'zida emas, burunni orqa tomon joylashgan bo'ladi. Aslida, mana bola maketi, rasm, ya'ni boshini yon tomonidan kesma holati. Burunni orqa tomonida og'izdan tepa qismida joylashgan bo'ladi. Biz bevosita nafas olganimizda ko'rishingiz mumkin, maketning birinchi daraja, ya'ni mana bizning adenoidimiz normada mana shu yaqinroq bo'ladi o'zi. Mana nafas oladigan joyimiz. Qora. Ya'ni biz bilamiz, burunni oldingi ikkita teshigi bor. Xuddi mana shunaqa burun orqa teshigi ham bor. Ya'ni burunga havo kirgan, u tomondan chiqib ham ketadi. Mana shu orqa teshigi, ya'ni bir tomoni bu. Ya'ni bu o'ng tomoni deydigan bo'lsak, birinchi daraja. Agar bola shamollashi, burunni go'sh kattalashi, tashqi muhitda har xil himoya vazifasi bajarilaversa, biz bilamiz, adenoid sekin-sekin kattalashadi, nafas yo'li sekin-sekin yopadi. Mana ko'ryapsizlar. Bundan kattaroq edi. Bundan kichikroq o'zi 3-darajada o'zi mana kichkina teshikda nafas olyapti. Mana bu qismi adenoid, mana shu qismi hammasi. Nima vazifani bajaradi? Nima uchun yaratilgan bu a'zo, ya'ni organ? Og'iz va burun halqumida biz bilamizki, bizlarni tashqi muhitdan himoya qiladigan bakteriya, viruslardan himoya qiladigan 6 ta tugun bor, ya'ni limfoid to'qimalari bor. Buning asosiy vazifasi tashqi muhitga kiradigan bakteriya, viruslarga qarshi baryer, ya'ni himoya vazifasi, ya'ni immunitetni shakllantiradigan organ hisoblanadi. Xuddi mana shunaqa limfoid to'qimalardan bizda 6 ta joylashgan, ya'ni ikkitasi angina, bittasi til ildizidagi limfoid to'qima, ikkita nay murtag va bitta burun halqum, ya'ni adenoid to'qimasi sanaladi. Shuning uchun bu agar kattalashgan bo'lsa, tashqi muhitni bevosita biz bilamiz, 2 yoshdan boshlab bolalarimiz tashqi muhitga chiqadi, jamiyatga chiqadi, bozor, ko'chalarga, ya'ni bog'chalarga borishni boshlaydi va har xil infeksiyalar bolamizga yangi infeksiya kirishga boshlaydi. Xuddi shu paytida bolamizda adenoid to'qimasi tashqi muhitga kurashishni boshlaydi, ya'ni himoya vazifasini boshlaydi. Va shu bilan bir qatorda bu to'qimamiz normada birinchi daraja bo'ladigan bo'lsa, sekin-sekin kattalashishga boshlaydi, ya'ni 2-chi, 3-chi daraja bo'lishga boshlaydi. Ya'ni tashqi muhitdan kiradigan infeksiya qarshi kurashishga bir turi sanaladi. Va biz bilamizki, 2, 3, 4 yoshlardan keyin bolam yaxshi nafas olmaydi, tez-tez shamollaydi va bolada adenoidimiz birinchi daraja adenoid sekin-sekin kattalash 3-darajaga, ya'ni burun halqumni to'liq bekitishga sabab bo'lishi mumkin, ya'ni nafas olishga qiyinlik tug'diradi. Bu esa xurrak ochishiga, og'izni ochib uxlashiga, tez-tez shamollashiga olib kelishi mumkin. Birinchi va 2-daraja aniqlangan bo'lsa va o'sha paytda shamollash kuzatilgan bo'lsa, buni konservativ davolasa bo'ladi. Yaxshi davolab, undan keyin bolaga yaxshi qarab, muhitni yaxshilasak, bunda operatsiyasiz o'tib ketishimiz mumkin. Ya'ni bolada nafas olish tiklanadi, hech qanday asorat bermasligi mumkin. Agar bolada xurrak ochish kuchayib ketsa, kechasi og'zini ochib uxlasa, nafas olish qiyin bo'ladigan bo'lsa va shamollash uzoqqa cho'ziladigan bo'lsa, biz yaxshilab tekshirishimiz kerak bo'ladi. Katta ehtimol bolada 2-chi, 3-daraja aniqlangan bo'lishi mumkin. Shu videoni ko'rayotganlar va video orqali kelgan bemorlar uchun har chorshanba kuni bepul konsultatsiya va aynan adenoid operatsiya uchun 20% chegirmali voucher beramiz. Voucherni qo'lga kiritish uchun quyida raqamlarga Telegram orqali yozing. Voucher soni 20 ta. Ulgurib qoling. Aynan 20 ta omadli inson bittasi siz bo'lishingiz mumkin. Farzandingizni sog'lig'ini professionalga topshiring. Aniq tashxis, professional yondoshi va to'g'ri yechim. Xulosa va tanlov o'zingiz qo'lingizda. Ko'p holatlarda adenoid katta bo'lgan paytida quloqqa asorat beradi. Shamollashda tez o'tib ketmaydi va uzoq cho'ziladi. Bundan tashqari quloqqa boradigan nay ham bor. Ya'ni bu kattalashgan paytida quloqqa boradigan nayni yopib qo'yadi. Ya'ni eshitishni ham pasaytirib qo'yishi mumkin. Mana ko'rishingiz mumkinmi, bu ma'mur burnimizni va burun orqa tomonida mana adenoidimiz joyi. Mana shu adenoid kattalashgandan keyin burun yo'lini bekitib qo'yadi. Mana nay esa kanal, aynan quloqqa boradigan mana kanal. Mana shu nayga ulangan bo'ladi. Adenoid kattalashgandan keyin va burundagi shamollashlar mana shu nay orqali mana bu yoqdan bu yoqqa o'tadi. O'rta quloqqa yiring keladi. Yiring o'rta quloqni to'ldirib, pardaning ichki qismidan itarishga boshlaydi, bosim bilan. Ushbu holatda bolada injiqlanish, isitma ko'tarilishi, bolada quchida og'riq bezovta qiladi va hattoki
pardani teshilishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni tashqi eshitib yo'lidan yiring kelib qolishi, bu aynan o'sha o'rtoqlar yiring sababli bo'lishi mumkin. Ko'rasizlarmi, oddiy adenoidni asoratdashi hattoki pardani teshilishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, burundagi go'sht, ya'ni adenoid kattalashib, mana bunday yopib qo'yadi. Yopib qo'ygandan keyin bu yerda havo aylanishi buziladi-da, mana kanal. Mana bu yerda manfiy bosim kuzatiladi va bu ichki quloqqa, ya'ni pardan ichki qismiga suv yig'ishga boshlaydi. Bu ham eshitib pasayishga olib keladi. Lekin bu bilan boya yering o'rtasida farq, bunda og'riq umuman kuzatilmaydi. Bolada shikoyat ham bo'lmaydi, injiqlanish, issiq ham chiqmaydi. Faqat bolada bitta sabab, ya'ni bitta shikoyati eshish pasayib qolishi mumkin. Biz bilamiz, meditsinada 10 yoshgacha bola eshishi pasayganini aniqlay olmaydi, tushunmaydi, ayta olmaydi sizga ota-onasiga men eshishim pasayib qoldi demeydi. Lekin siz chaqirsangiz qaramaydi, bitta ish buyursangiz yaxshi eshitmaydi, telefon yoki televizorga ko'radigan bo'lsa, sizga nisbatan balon qo'yib oladi. Ya'ni o'zini moslashtirib qo'yadi. Aynan o'sha belgi adenoid sababli quloq eshitishim pasayganligi bo'lish katta ehtimol shunaqa bo'lishi mumkin. Uchinchisi, burundagi bo'shim kattalashganligi sababli biz ham burunning vazifalari bor. Havoni namlab beradi, havoni ilitadi, so'zimizga ohang beradi. Ya'ni biz tinmay gapirishimizga burunning vazifasi juda ham katta. Bu yoqqa kirgan havo bevosita chig'anoqlar orasidan o'tib, havoni namlab beradi, tozalaydi, himoya vazifasini bajarib ko'rasizlar qanchalik. Burundagi go'sht kattalashgandan keyin burunga kiradigan havo yaxshi nafas olmagandan keyin og'iz orqali nafas oladi. Va burunning vazifasi bajarilmaydi, ya'ni havo namlab bermaydi, havoni ilitib bermaydi. Biz bilamizki, burnimiz yaxshi nafas olmasa, hammamiz manqalanib qolamiz, to'g'rimi? Ping bo'lib qoladi. Aynan ushbu rezonatorli funksiyasi ham bolada buziladi. Ko'p holatda keladi bizga, qorilar keladi, farzandlar olib kelishadi. Ashulachilar keladi, men bolam shu nima deydi, teatrga borib yaxshi gapira olmayapti, ustozi yaxshi so'z chiqarib bera olmayapti. So'zlashuvda manqalanish bor, tini chiqmayapti deb keladi. Ushbu holatda ham adenoid juda ham xalaqit beradi, so'zlashuvimizga, gapimizga ohang berishini buziladi bolada. Shunga ham e'tibor berishlarini so'rab qolardik. Shu videoni ko'rayotganlar va video orqali kelgan bemorlar uchun har chorshanba kuni bepul konsultatsiya va aynan adenoid operatsiya uchun 20% chegirmali voucher beramiz. Voucherni qo'lga kirish uchun quyida raqamlarga Telegram orqali yozing. Voucher soni 20 ta. Ulgurib qoling. Aynan 20 ta omadli inson bittasi siz bo'lishingiz mumkin. Farzandingizni sog'lig'ini professionalga topshiring. Aniq tashxis, professional yondoshi va to'g'ri yechim. Xulosa va tanlov o'zingiz qo'lingizda. Eng qiziq savollardan bittasi bu qanaqa tekshiriladi, darajalari nima bilan diagnoz qo'yiladi, diagnostika qanday qilinadi? Xo'p, birinchi kelganda shikoyatga qaraymiz. Bolada og'iz ochib uxlash, xurrak otish, tez-tez shamollab qolish. Undan keyingisi aynan lor mutaxassis kelganimizda birinchisi eng 100% natija beradiganimizda endoskopiya, ya'ni kamera bilan burun orqali tekshiramiz. Aynan ushbu rasmlarimizda kamerada olingan rasmlar. Bunda darajalar aniq ko'rinadi, qancha yopilganini ko'rinadi va shamollash bor yo'qligini kamerada ko'rishimiz mumkin. Ikkinchisi MCT tomografiya, ya'ni o'sha rasmni ko'rishingiz mumkin. Tomografiyada yon kesmasida burun halqumda go'shti qanchalik yopganligini ko'rishimiz mumkin. Va uchinchisi 3D rentgen. 3D rentgenda ham xuddi shunaqa MCT, ya'ni tomografiya o'xshagan xulosa beradi. Yaxshi afzal tomoni shunday iboratki, tez bo'ladi, nurlanish kamroq bo'ladi va javobini tez olishimiz mumkin. Uchinchisi, hozirgi kunda deyarli kamroq ishlatiladigan eski usuldan sanaladigan oddiy rentgenografiya usuli sanaladi. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyda mana ko'rishingiz mumkin. Adenoid aniqlangan. Buni oddiy xalq tushunishi qiyinroq bo'ladi. Oddiy xalq tushunadigan eng yaxshi usuli boya aytganimdek endoskopiya, kamera bilan tekshirish hisoblanadi. Hozirlar bilan aynan adenoidni kamerada tekshirishni birlashib ko'ramiz. Adenoid diagnostikasida eng muhim narsa endoskop yordamida burun ichida kamerada ko'rish. Mana shu endoskop deyiladi. Ya'ni ingichka og'riqsiz va ko'rganimizga 100% diagnostika qilamiz. Qani yana qism og'iz katta ochamiz, xo'pmi? Aha, yuz burishtirmaymiz, faqat ochamiz bo'ldi. Молодец. Bo'lasani. Aha, mana yopib turgan narsa. Hadi lampa deymiz, qani? Lampa. Aha. Mana ko'rayotgan narsa, mana shu yopib turgan narsa adenoid. To'pim ochiq bo'lish kerak-da. Yana ko'p savollardan bittasi qachon operatsiya qilinadi? Burundagi go'sht operatsiya qilinadimi, yo'qmi degan savolga javob berishga harakat qilaman. Xo'p, bolani tekshirtirdingiz. Bolada 2-3 daraja adenoid aniqlandi, ya'ni burunda go'sht aniqlandi.
Bola shamollatyapti, olib kelib oz doktorga tekshiryapti, davolayapti, lekin baribir bolada o'zgarish yo'q. Ya'ni nafas olish qiyin, og'iz ochib uxlayapti, xurdak otyapti va shamollagan tez o'tib ketmayapti davolagandan keyin ham. Va tez qulog'iga asorat berishga boshlaydi. Pardani tekshirishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Aynan adenoid sababli. Bolalarda burunda go'sht, ya'ni adenoid vegetatsiyasi kattalashuv 3-daraja surunkali bo'lishi tish chiqishiga va prikusdan buzilishiga sabab bo'ladi va undan ham yomon asorati yuz jag' sistemasi o'zgarishi, ya'ni yuzi cho'zilishiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki bola surunkali ravishda og'izni ochib uxlashi, bu esa aynan shu tish chiqishiga sabab bo'ladi va jag' sistemasi cho'zilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun stomatologga tishini to'g'rilatish maqsadida borsangiz bolani, birinchi beradigan savoli nafas olish yaxshimi? Lorga ko'ringanmisizlar? Lorga tekshirtirishni maslahat beradi. Yuzi cho'ziladi. Eng yomon shundan iboratki, agar operatsiya qilinsa ham o'z holatiga qaytmaydi. Shuning uchun operatsiyani o'z vaqtida qilib, ushbu asoratlarga oldini olish kerak bo'ladi. Shu videoni ko'rayotganlar va video orqali kelgan bemorlar uchun har chorshanba kuni bepul konsultatsiya va aynan adenoid operatsiya uchun 20% chegirmali voucher beramiz. Voucherni qo'lga kiritish uchun quyida raqamlarga Telegram orqali yozing. Voucher soni 20 ta. Ulgurib qoling. Aynan 20 ta omadli inson bittasi siz bo'lishingiz mumkin. Farzandingizni sog'lig'ini professionalga topshiring. Aniq tashxis, professional yondoshi va to'g'ri yechim. Xulosa va tanlov o'zingiz qo'lingizda. Adenoidni operatsiya qilish turlari haqida gaplashamiz. Hozirgi kunda adenoidni operatsiya qilish ikkita usuli bor. Birinchi eski usul. Bunda bolada mahalliy muzlatiladi, ya'ni sprey sepib burundagi adenoid sohasi muzlatiladi. Biz bilamizki, burundagi adenoid juda ham ichkari joylashganligi sababli to'liq muzlatishiga erisha olmaymiz. Shuning uchun operatsiya jarayonida bolada biroz og'riqli sezish xususiyati bo'ladi, sezgisi bo'ladi va operatsiya jarayonida bolada yig'lab baqiradi. Buning kamchiliklari shundan iboratki, bolada mahalliy qilinadi, ya'ni bola uxlatilmaydi. Biz bilamiz, operatsionni blok, hamma yoq oppoq, oq xalat, qo'rquv, instrumentlar bor. Buni esa sizning farzandning bevosita ko'zi bilan ko'rib, qo'rqish juda ham kuchli bo'ladi va stress bo'lishi mumkin. Va operatsiya jarayonida burundan, og'zidan qon kelish kuzatiladi. Qip-qizil qon bola o'shalarni ko'radi va qattiq stress, qo'rquv va bolada duduqlanib qolishi kuzatilishi mumkin. Bu usul bilan oladigan doktorlarimiz juda ham ko'p edi. Hozirgi kungacha hattoki ba'zi klinikalarda ushbu usulda operatsiya qilishadi. Lekin aynan bizning klinikada ikkinchi usul, ya'ni zamonaviy usul yo'lga qo'yilgan. Bu qanday qilinadi? Ertalab kelgan analiz topshiriladi, analiz yaxshi chiqqandan keyin operatsiya olamiz, umumiy uxlash narkoz ostida. Bola hech narsani sezmaydi. Operatsiya doimiy taxminan 5-7 minut davom etadi va bevosita kamera bilan kuzatuv ostida sheverda qilinadi. Tugat bo'lgandan keyin qayta o'smasligi uchun va qonamasligi uchun tegi radio to'lqinli apparatda kuydiriladi. Bolada taxminan narkoz bilan hisoblanganda 40 minutdan keyin uyg'onib o'z hushiga keladi. 2 soatdan keyin uyga javob beramiz. Endi yana bitta narsa aytib o'tishim kerak. Eski usullar ko'p holatlarda eshitganmiz. Adenoid oldirmay, yana qaytalanadi. Meni farzandimni adenoid olingan, hali ham burun yaxshi nafas olmaydi degan narsalar ko'p eshitganmiz. Aytaymi sababi nimaga? Chunki eski usulda olganimizda kamera ishlatilmaydi, shever ishlatilmaydi, bolaga narkoz bermaydi, bola tipirchilik, qimillaydi, tegi qolib ketishi mumkin. Adenoidni tegi qolib ketgandan keyin, ma'lum vaqtdan keyin shamollasa, yallig'lansa, yana qaytalanishi mumkin va yana burun nafas olishi buzadi va bolada og'izni ochib uxlash, xurrak ochlar davom etishi mumkin. Hozir sizlarga aynan zamonaviy usulda operatsiya qilishni ushbu video davomida ko'rishingiz mumkin. Mana azirtoshda ko'rayotgan narsa mana mashinada hammasi adenoid go'sht. Hammasi olib tashlab ko'ryapsizlar. Olgandan keyin holatni ham ko'rsatamiz sizlarga. Xudo xohlasa bismillah deb olishni boshladik. Vaqt zatiskat qilasizlar inshaalloh 5-7 minutda bo'lamiz. Shever apparatda olamiz. Mana apparat mana shaqollarni ko'rasizlar. Mashina nomini shever deydi. Endoskopda kuzatib olamiz. Mana parlamentda. Mana xudo xohlasa adenoid olib bo'ldik. Tegida qonamasi uchun va qayta o'smasi uchun kuydiryapmiz. Bu ham 2 minut davom etadi. Mana radio to'lqinli apparatda kuydiryapmiz. Hozir maxsus shunaqa instrument apparati. Butun boshli adenoid burunda go'sht operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rdinglar. Pastda ko'rdik, analiz topshirdik.
Ochiqda 10 minutda tugadi. Xudo xolisa 2 soat uyga javob beramiz. Shu bilan operatsiya o'z nihoyasiga yetdi. Shu videoni ko'rayotganlar va video orqali kelgan bemorlar uchun har chorshanba kuni bepul konsultatsiya va aynan adenoid operatsiya uchun 20% chegirmali vaucher beramiz. Vaucherni qo'lga kiritish uchun quyida raqamlarga Telegram orqali yozing. Vaucher soni 20 ta. Ulgurib qoling. Aynan 20 ta omadli inson bittasi siz bo'lishingiz mumkin. Farzandingizni sog'lig'ini professionalga topshiring. Aniq tashxis, professional yondoshi va to'g'ri yechim. Xulosa va tanlov o'zingiz qo'lingizda. Biz operatsiyadan keyin 2 soatdan keyin javob beramiz. Holatlar juda ham yaxshi narkoz olganga ham o'xshayapti. Chunki narkoz juda ham yengil narkoz, ya'ni bolaga ziyon qilmaydi. O'ziga kelsa ham gallyutsinatsiya yo'q, ko'ngillanishlar yo'q. Oyisi yaxshimi o'zi kelishlari? Yaxshi, Xudoga shukr. Bodri, otingiz nima edi sizni? Soliha. Soliha, mashalloh. Sizga javob beramiz. Bu operatsiya tugadi. Hech qanday og'rimaydi endi xudo xolib. Buni perevazkasi ham yo'q buni. Shunday butunlay qutuladi xudo xolisa. Hozir pastga tushsanglar, vipsga berib yuboradi. Xo'p? Xo'p, mana operatsiyadan keyin holati yaxshi. 3 soat bo'ldi operatsiyadan chiqqaniga. Hammasi yaxshi o'tdi. Doktorga katta rahmat. Biza qiladigan operatsiyamiz narkozi aynan ushbu apparatda beriladi. Bu apparatning ustuni tomoni shundan iboratki, bolaga narkoz berganimizda gazni ishlatiladi. Izofluran va sevofluran. Hozir kunda asosan yosh bolalarda sevofluran beryapmiz. Buni yaxshi tomoni shundan iboratki, bola tez o'ziga keladi. Operatsiyadan keyin gallyutsinatsiya, alahsirash, bosh og'rig'i, ko'ngillanishlar kuzatilmaydi va tez o'ziga keladi. Va ushbu apparatda esa yurak qon tomir sistemasini tekshirib turiladi. Buning yaxshi tomonlari shundan iboratki, bolada operatsiya qilib bo'lgandan keyin shunday holatlar ham bo'ladiki, bolalarda ota-onasiga "Ular alrashibdi, operatsiya qilmadiman, men bitta uxlab turdim, nega qilishmadi?" degan savol ham qo'yishadi. Chunki juda ham yengil, yumshoq narkoz bo'ladi. Va keyingisi asosiyimiz bizning ishimiz ushbu stoykada kuzatiladi. Ushbu stoykada bu katta monitor. Buni ustunliklari shundan iboratki, operatsiya jarayoni bevosita monitorda qarab, kuzatib qilinadi. Ya'ni adenoid qanchalik kattalashgan, qatigacha olinadi va olgandan keyin tegi qayta o'smasligi uchun kuydirish jarayonlari ham ushbu apparatda kuzatilib, mana bu apparatlarda esa kuydiriladi. Shever apparatimiz, osvetitel, kameramiz kuzatib olinadi. Eski usuldan shu bilan farq qiladiki, eski usulda ayni operatsiya jarayonini kuzatish imkoniyati yo'q uni. Ko'r-ko'roni og'ziga instrument tiqib, shatta o'sha go'shti shunday yurib olinadi, qolgan qismi qoladi, chiqqan qismi chiqadi. Juda ham ko'p qon ketadi, bolada kuchli stresslar kuzatilishi mumkin. Bu yerda hech qanaqa bola qonni ko'rmaydi, bitta uxlayib turadi, palatada uyg'onadi, uyga ketaman deydi. Ko'p ota-onalarimiz bolalarda go'sht, adenoid aniqlansa, qildirmayman, bolamga tiq tekkizmayman, bolam juda ham hali yosh, o'zidan so'lib ketar ekan-ku degan noto'g'ri ma'lumot aytishadi. Bu narsalar noto'g'ri narsa, chunki bolani o'z vaqtida operatsiya qildirish, o'z vaqtida diagnostika qildirish. Agar bolada 1-2 daraja adenoid aniqlangan bo'lsa, buni davolash kerak bo'ladi. Agar bolada 3-daraja adenoid aniqlangan bo'lsa, bunda o'z vaqtida operatsiya qildirish kerak. Operatsiyadan keyin ko'p narsani oldin olgan bo'lasiz. Bolada shamollashlar, qardan tekshirish holati, eshik pasayib ketishi, tishi qiyshiq chiqishi, bolada enroz holati, bolaning jismoniy va aqliy rivojlanish oldini olish holatlari kuzatilishi mumkin. O'shaning uchun sizlar o'z vaqtida operatsiya qildirsanglar, diagnostika qildirsanglar, bolada shuncha darddan sizlar oldin olgan bo'lasizlar. O'shaning uchun bu narsadan hech qo'rqish kerak emas. Ma'lumot uchun aytib o'taman, o'zim 3 ta farzandimda ham ushbu usulda operatsiya qildirganman. Hozirgi kunda juda ham sog'lom va zo'r rivojlanyapti. Shu videoni ko'rayotganlar va video orqali kelgan bemorlar uchun har chorshanba kuni bepul konsultatsiya va aynan adenoid operatsiya uchun 20% chegirmali vaucher beramiz. Vaucherni qo'lga kiritish uchun quyida raqamlarga Telegram orqali yozing. Vaucher soni 20 ta. Ulgurib qoling. Aynan 20 ta omadli inson bittasi siz bo'lishingiz mumkin. Farzandingizni sog'lig'ini professionalga topshiring. Aniq tashxis, professional yondoshi va to'g'ri yechim. Xulosa va tanlov o'zingiz qo'lingizda.